Assalom do'stlar, sizlar bilan Karparking multiplayer do'stlar. Sizlar bilan bu safar bitta o'ta qattiq bitta mavzu bilan gaplashmoqchimiz. Hozir men domimdaman. Domdan pastga tushib aytaman do'stlar. Bu o'ta ham nima kerak bo'lishi mumkin. Men bu M5 ni bilasizlar, o'ta tez yuradi. M5'imi sovg'a qilib olmoqchiman. Faqat sharti bor. Shartini aytaman. Undan oldin buni nimalarni aytib beraman. Yaxshi yoki yomon tomonlarini. Mana yomon tomonlarini 2-3 ta tomoni ham bor, yomon tomoni bor. Xo'p, demak boshlaymiz. Buni yaxshi tomondan boshlaymiz. Yaxshi tomonni aytganda motor kuchli, rangi o'ziga yarashgan, agar xohlagan rang qilaverasiz, lekin Donatoy diskadan qo'yilgan. Donatoy diska. Shular yaxshi, sporlar o'ziga xos qo'yilgan, hamma yoq o'ziga xos. Prosta emblema chizmalar, agar shart bajarsanglar, emblemani o'zimdan chizib beraman chiroyli qilib. Xo'p, endi zarar tomoni ba'zida mana bunday qilaylik-da. Hop, nima ham yangilandi. Karparking yangilandi. Unga ham video chiqaraman. Mana yerda faras xohlagan joyda nima bo'lib qolaveradi. O'z rangi qop-qoraga kirib qoladi. Uni faqat to'la bo'lmaydi. Nima bilan bo'ladi har doim. Keyin men bu lyuk qo'yaman, ya'ni panalama. Hop, endi minib ko'ramiz. Chiqamiz mashinaga. Men ko'pincha ichidan haydayman, bilasizlar. Hop, ichiga kelganda salon o'zim qo'yaman. Boshqa M5lar salon bunaqa bo'lmaydi, bilsanglar. Bunaqa bo'lmaydi. Hop, sekin yuramiz, bilasizlar. O'ta tez, voy. Endi olamiz ekan. Hop, HP'sini ko'rib berayim. HP'si 1.965. Uni ko'pincha nimalarga ishlatsam bo'ladi deganlarga. Masalan, sxotka, ya'ni nimalarga, ashunaqa chiroyli turish yoki kortej, ashunaqa omma driftlarga ishlatsak bo'ladi. Lekin poygaga ishlatmanglar. Poygaga kerak M5 desanglar, poygaga ham M5'larni qilib beraman sizlar uchun. Lekin bu poygaga bo'lmaydi, aslo bo'lmaydi, lekin driftdan zo'r. To'g'ri, HP'si ko'p. Nimaga poyga 2-3 tasini yutishi mumkin, lekin ko'pisini yuta olmaydi akalar. O'shaning uchun iloj boricha nimani qilaverasizlar. Hop, buni shartini videoni hozir aytaman. Hozir tomimizga bora olaylik. Buni sharti meni nima, ya'ni meni qaysi ikkita o'zi yangi nimaman, kanal ochdim, o'zimning kanalim yo'q bo'ldi. Ashi yangi nimamga kim bitta like, bitta podpischik, keyin men Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ysanglar, ekran tagida chiqadi Telegram kanalim. Ashunga obuna bo'lib qo'yasizlar, xolos shartlar. Boshqa shart yo'q. Keyin Telegram kanalim chati bor. Chatida men nimam bor? O'zimning Telegramim. Keyin yozasizlar, men mancha qildim, mashuncha ko'p odam meni masalan qarindoshlar telefondan yoki kimdir telefondan olib iloji boricha nimalar qilaverasizlar-da, like bosasizlar, keyin menga tashlab bersanglar, men ko'raman, ha deyman yoki yo'q deyman. Keyin ashunga qarab mana shu M5 sizlarga qoladi, keling menga emas. Hamma shunday bo'lsa, hammaga omad, hammaga xayr do'stlar.